Bugungi kunim farzandlarimni tez bog'chaga tashlab, o'sha kelinlarim makiyaj qilish bilan boshlandi. Kelin quda вечерний makiyajlarim qilib bo'lgandan keyin o'rtog'im yetib keldi. O'rtog'im bilan birga shopping qilishga chiqib ketdik. Faqatgina bu safar o'zimga emas, Hayitga hamma yaqinlarimga podarka. Bilasizlar, bizning uyimizda Hayit kattaroq qilib kutiladi. Tug'ilgan kundan ko'ra o'shaning uchun har bitta jiyanlarimga ham bitta podarka olaman. Sayohatga chiqib qolishsa deb jiyanlarimga ko'p palnik oldim. Hamma kiyim, o'yinchoq narsalari ko'p. Undan ko'ra shunaqa narsa ola qolay dedim. Bu do'kon Chorsuda joylashgan. Faqat jiyanlarimga emas, o'zimga ham qo'shimcha ko'panliklarni olib oldim. Shopping qilib bo'lganimizda уже obeddan oshgan edi. Qornimiz ochib qolgani uchun qattiq ovqatlanamiz desam, mana shu o'rtog'im yur Chorsuni ovqatini yeyli deb olib kirib ketdi. Ishoninglar, men ovqat tanlamayman. Bu menga yetyapti, kibringni sindiramiz deb. Gap kibrda emas, gap issiqda. O'tda konditsioner ham, ventilyator ham hech narsa bo'lmaydi. Prosta issiqda o'tirib ovqat qanaqa qilib yeymiz deb rosa kuldiydi. Suvda hozir qo'ltig'ing terlab ketadi. Lekin shunaqa joylarda yurib, mana bunaqa ayronlardan ichish ham o'zini gashti boshqacha qizlar. Xullas ming'illab kirib oldim, lekin ovqatlari rostdan ham mazali. Men o'zim Binkovda o'qiganman. Binkov kolleji bu Chorsuga yaqin bo'lgani uchun juda ham ko'p tushardik, lekin Chorsuni ichida bir martagina ovqatlanganman. O'sha paytda ham issiqligi yoqmagan edi. Arzon joyga borsang, mendan graf deydi, graf. Pishiq bor-ku, nuqul arzon joyga borsang, mendan graf deydi, biladi. Bu qayerda o'zini ko'rsatishi. Stankaga qarab ketayotganimizda metro ko'rib qoldik, o'tib turib ozgina shamollab oldik. Xullas, bugungi kunimiz shunaqa shoppinglar bilan tugadi. Hamma uyga tarqaldi keyin.